Bu videorolikni batafsir bir joyda oturup görseniz men sizlarga tushuntirishga harakat etaman. Kvartira alaman deb harakat qilib turibsizlar, endi to'xtab turing. Kvartiradan 2 marta afzalini sizlarga shunday uchastka joy qo'yib beraman desalar ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi mestasi zo'r. Gazam bor, suvam bor, svetam bor, posilkani ichidan 29.000 dollar desam hozir hamma kelasizlardan shura yapayastina. Men alaman deb so'rush olib ketadi. Shuning uchun men sizlarga qisqanmay tushuntirishga harakat etaman. Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar? Musofirdagilar, yandagilar. Sizlar endi nasibasi otash to'g'dan qo'ldan kelgancha 350 kvadratda joylashgan. Sizlar kvartira olsangizlar 70-80 kvadrat olasizlar, to'g'rimi? Men 350 kvadrat haqida gapiribman. Ondan 4 baravar, 5 baravar katta mesta ham uchastka joy, uchun bog'lar ham bor. Posilkani ichida joylashgan. Nechun nida tursa 29.000 dollar deb desangizlar, manzili nida deysizlar qoq. Hazaras tumanida Bog'dor mahallasi desangizlar, Bog'dor mahallasida beda sotiladigan joylari o'zi yo'q. Sababi bedaki yurtning bahosini o'zi shu pul meni qaranda 350 kvadrati. 30.000 emas, boy 25.000, ular 20.000 bo'lar yurtning bahosi. Men sizlarga joy qo'yib beraman. Lekin da yeri bor. Beda hozir Ro'shanam akkumulyatorchina ugolovdayni, Ro'shanam akkumulyatorchi yan tarafdan Chitliq ko'pirdan girikkandan keyin Ro'shanam akkumulyatorchining uyina 7000 yine bir yil berasizlar o'ngam. Kirib kelsangizlar, joy shu yerda turibdi. Bu darvoza girmaydi. Sababi o'zi og'illar beri deng bo'lganlar. Ana shuni ham hisob kitob etib turamiz, qaranglar. Bu yan taraf og'illarga qarashsa ham ikkinchi etajdan og'illar yashaydi. Shuning uchun men boshini kvartirada bayladim. Kvartira olsangizlar ham bir etaj olasizlar, ikki etajda bo'lmaysizlar, to'g'rimi? Kvartirani pulini men sizlarga shuni birinchi etajini obzor qilib beraman. O'zi ichona giramiz hozir, mana bu tushuntiraman. Yana video syomka tikamiz, oxirida yo'lning lokatsiyasini ko'rsangizlar bo'ladi. Yana buni kadastr etilgan vaqtida deng bo'lingan, kadastrda muammo yo'q. Chizmalari bog'ning ichine o'tamiz hozir. Batafsil sizlarga aytaman. Sizlar like bosing, kommentariy yozing, ko'rishga harakat eting. Ma'qul kelsa olasizlar. 29.000 aytilib turibdi. Undan kelishadoni bor azizlar. Yo'li ko'rdingizda keng mo'l joylashgan. Bu aslında kadastr etilyapti. Sho'llardan kadastri bor ekan. Ya'ni bedam agarda sizlar qurilish etaman desangizlar, qurilish etib bilasizlar, yana misol ko'rib tursa, sho'radan qurilish etsa bo'ladi, muammosiz. Lekin keng mo'l qo'yaman desangizlar, berib burchatga etib quyib qo'ysangizlar, mashin girib ham turaveradi plashatkada. Yana shu bu ayna bilib tursalar, o'sha bo'laki aniq-ku, ma'lum-ku. Shu ayna bor, bu ayna, bu eshik. Bu taraf ham hali ichona girib ko'rsak hozir ko'rasizlar. Beri bedam beklangan bo'lgani bilan qarang. Bedan beklangan bo'g'ani bilan ichoni keng. Ichona keladi olsak, kadastrda chizib berganlar sho'llar bilan qaranglar, bu ham keng. Ya'ni sizni giraverishingizda o'sha bir narsani yodda tutib men kvartira deb shuni aytdim. Uchastka joylar bilan tengashtirmanglar. Kvartira bilan tengashtirish vaqtida bu 2 marta stoy. 6 metr 9 metr ber. Mana qarang, eni 6 metr. O'zinasi 9 metr. Mana o'zi yashash maydoni, qurilish maydoni, sizlarga deyadigan joyi men hozir hisob kitob etdim. 120-130 kvadrat ekan. 120-130 kvadratda uy solingan, qolgani bog'da. 9 ga 25 metrlik bog'i bor o'zing. Zo'r-ku baribir o'zi. Bog'ing bo'g'ani yaxshi qoqi. Kvartiradan afzallik taraf ham shu. Endi bana o'ting siz. Bana o'ting. Pol bo'g'an, yo'talma pol bo'g'an, ko'rdingiz. Bu plita bu. Lekin ustunda og'illar yashaydi. Bu как shu kvartira kabi boshqa ne yo'q. Kotej desangizlar ham bo'laveradi. Ana bu darvoza joyisi. Qaranglar. Darvoza joyisi. Xohlasangizlar, buni ochib turib darvoza qo'yib, mashin giradi ochsangizlar ham bo'ladi. Nechun desa, ber keng mo'l-ku. Keng mo'l. Ana mashin girib turadigan territoriyasini, polini tushursangizlar ham bo'ladi. Arian tarafini o'zi ham yetib ortadi o'zi. Meni qaranglar-da. Yo, bir o'zida bir joy olish imkoniyati bor. Yana bir xona etib berish imkoniyati bor ishori. Bir kattaroq bir xona 4.5lik bo'lmasa, 3.5lik, 3.6lik bir zal etish imkoniyati ham bor. Eshikni qachonki berib o'tiradigan bo'lsangizlar. Eshikni shura o'tiradigan bo'lsangizlar, bu tarafini joy etasizlardan, buni o'rnida ayna olsangizlar bo'ladi. Buni o'rnida ayna ochib, bir kat joyi berib tushrsangizlar bo'ladi. Shunda mali 6 ga 9 metr ber. Alg'a odam o'zi halatadi. Men prosta sizlarga yana bir taklif. Gaz torvalar tushib turibdi-na. Ko'rganlaringizdan gaz torvalar tushib turibdi. Endi bu faqat atapini yetish kerak, boshqa ne yo'q. Bu yana giramiz.
yer vaqtında qarang, shu vaqt o'zi rejalashtirilgan vaqtında ikkinchi etajga şuradan chiqiladi deb aytilgan bu. Hozirda endi уже ограничение-ku ikkinchi etaj yo'q. Birinchi etaj plita lekin bu. Buni olib tashab, bu yer o'zini kichkina bir kuxna sezar ham bo'ladi. Aynani bitta tushiribroq, kattaroq ayna qo'yib turib, bir o'zlari uskiroq atib bir kuxna mebellar qo'yib taxlab, beri beklab berib kuxnasi bo'ladi. Yo bo'lmasa, bir kuxna kichkinalik etadi desangizda, beri sanuzel etib besangizda bo'ladi. Ya'ni plitani olib tashlasalar bo'lgani uchun. Plita hech qanday hozir bir rola ega bo'lib turgani yo'q, prosta tak zanit etib turibdi qayta. Olib tashlash kerak uni. Bu yerda bir kat joyi bor. Bir kat joy bor. Pech qurilgan. Pechga mena gaz to'rg'aga turibdi, gazdan yanadi. Bu yerda o'tin yanmaydi, gaz bor. Ya'ni Bag'dor ko'chada biz angimizni bilavering, gaz bor. Undan burlar ham bo'lgan o'zi menimcha. Aynasi akvadan. Ben biraz hayran kaldım, qarang. O'zi ishi 2 etaj polni betoni o'zida bo'ylasam, pastda katta bir podushka bor ekan. Yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, xalq ko'rgani yaxshidan. Yaqinlashtiring shu podushkani. Shu pastdan podushka bor, ya'ni joyi qurilish sifati вообще zo'r. Haqiqatdan zo'r. O'zi silikatdan salingan bu joylar. Ondan tashqari yana 2-3 qatora podushka betonlar qo'yib tashalingan. Bir yeri poli bor, bir yeri razmerini aytib o'ka desangizda, qat'iy bir 4,5 shunday chiqib boradi. Menimcha 5 salajizlik yetar. Yana ko'p bilmadim. 4,5 dan ziyod ham chiqishi mumkin. Shular atrofida, lekin zo'r. 20 kvadrat kamida chiqadi. Ana endi Ebidam katta bir mesta bor. Qarang, hozir pol etilmagan bir, pol etish kerak. Katta bir mesta bor. Men sizlarga hatto tushuntirish harakat etaman. Qarang. Bir emas, 2 ayna bor edi. Bir emas, 2 ayna bor. Bu degani bir o'zini 2 kat joy etsa bo'ladi. Katta 2 katdan tushadi. Ya'ni do'mi katlaridan katta bo'ladi ishur. Haqiqatdan katta bo'ladi. Juda o'rtadan bo'ladi olsangizlar, bir de bir kat, bir anda bir kat düşedi. Bemalol düşedi sizde. Aynalarını açıp berəsilər özləri zaşta buluş üçün ilk koydu. Lakin özərəm, mənəm qaraşı berəmən, birin işlərinə dedilər, alğan adama dedilər da. Yesini özəm aytıb ötdü. Quruluş meydanı, Yaşıdan, Jiloy meydanı 120-130 kvadrat. Ana. Kvartirada yaşasanız da 70-80 kvadrat oladı. Ana biri özü başqa tema, qaranglar. Bog'ina e'tibor berilmayapti. Bog'ina ubor ketish kerak, uzumlari, mevalari o'sib yotdi buni, to'g'risi. Ubor ketish kerak. Uzinasi 25 metr ketadi buni. Enina 9 metr. Ana endi shudan chiqishda, tasavvur eting endi chiqishda. Ana shura borincha pol etsangizlar, navisatadan bo'lsangizlar, bir o'zini ham ko'tarma pol etib, ha? Ko'tarma pol etib ishda keng mo'l o'tirsa bo'lamoqmi? O'shasiga joy olaman ekan shunda. Ena ko'ring. Gelamiz. Qazaq bozori grubi aytavering 1 kilometr chiqmaydi. 1 kilometr bas chiqsin 1 kilometr. Chiqmaydi lekin 1 kilometr. Sentra buni ham grubi aytganda 1 kilometr, tamam. To'g'rimi? Sentr o'zini bozor joyiga Afaq bellarda Sulaymon qiladi. Chiqqa yeringiz o'zingizga 300 metr, 200 metrdan keyin o'zi sentrga qo'shilib ketasizlar bu yerda. Yana nelari? Davlat idoralari ham shu yerda, hammasi shu yerda joylashgan. Gap qisqasi, beri ushurib, men kvartira olgan, ne oldim shu yerda. Davay, meniki shu deydigan odam bo'lsa 30 metr lekin. Prosta remont qilib bersangizda bo'ldi. O'shasiga joyda yashashni hezat yashasa bo'ladi. Men endi buni gazi yo'q yillardagilar tavsiya etaman. Mendan ko'p odam dom so'rab beradi. Uka, dom yaxshiroq yillardan dom bo'lsa topib desangizda, ishini olinglar. Misol, ubor ketinglar, bog'ning ichari uzumlar o'sib ketgan maxran. Uzumlar o'sib ketgan, mevalar. Mana endi mevam qurigan bu o'zi ko'rinib turibdi. Bu adashmasam, to'g'ri emasmi? Bularni chopib olib tashab tozadan hayot bag'ishlash kerak bularga. Bizlar Sheyx Atamning bir odam bo'lsa, yana odam mevani shakllantirib, chiroylatib taxlab beradi buni 2-3 yil ichida. Ha, shuni ko'ring. O'sin letniy hojatxona kerak desangizda, bu yerda hojatxonasi ham bor, joylashgan. Hunariya tarafdan mesta ana shu oxirgi paxsa borib buriladi, azizlar. Ana shuning gaplar. Yana Yashimon desangizda 350 kvadrat, bog'ning ichi 225 ekan, ya'ni 9 metr, 25 metr bog'i ichi. 225 kvadrat sho'r o'zinda bor. Yashash maydoni 125-130 kvadrat keladi. Hisob-kitob etib ko'raveringlar.
To'g'ri hisoblang, bani hisoblang 350 kvadrat bosilarda. Qanasi tavsiya etaman, kelinglar, ekranda telefon nomeri bor. Yaxshi xarid etinglar, Hazorasp tumanida Bog'dor mahallasining ichida ekan. Bemalol telefon qilasizlar.